bizada mana bitta misolimiz bor. Ko'pchiligiga biza buni motivatsiya sifatida ham aytib o'tadiganimiz. Biz o'zimizning shu yurtdoshlardan bittasi, o'zi yoshlari katta bo'lib kelganlar, bolalar katta bo'lganda kelib bu yerda endi til yo'q, nima oyoqqa turish kerak, bolalarni boqish kerak, o'qitish kerak. O'zingizlar bilasizlar, Trak kompaniyasi shu Trakka chiqib ketganlar. Shu bilan endi yillar o'tyapti, oyoqqa turganlar Trak bo'yicha ham, lekin Trak ishi og'ir ishda, u oson ish emas. Sog'liqni o'zi nima ko'rsatadi, sog'liq tarafdan ham o'zini nima ta'sirini. Shu bilan keyin bizga kelib nima qilsam bo'ladi? Mana o'zi sog'lig'im ko'tarmayapti. Hali lekin bolalarni boqish kerak, oilani boqish kerak deganda ular o'zlari Moskvada matematikani, prikladnoy matematikani bitirib kelgan odam Trakda ishlab yuribdilar. Va shunaqalarga yo'nalishi shundoq ozgina ko'rsatib yuborilsa, mana shular hozir senior architect bo'lib ishlayaptilar. Juda yuqori aloqadalar, lavozimdalar, yuqori obro' bilan ishlaydilar-da. То есть biz ularni motivatsiya qilamizki, mana men 40 dan oshdim, o'xshaymikan, voy miyamga kirarmikan, 55 yoshida ham qildi, 60 yoshida ham qildi deymiz. Bizning motivatorlarimiz mana. Bizda 60 yoshli odam ham prekvalifikatsiya qilib aytishiga bo'lib ketganlar.